Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana dizayner asosida tayyorlangan oshxona mebelimizni ko'rishinglar mumkin. Mana oshxona mebelimiz. Xo'p aka, bu oshxona mebelda qanaqa qulayliklari bor? Xo'p, bu oshxona mebelimizda joylashtirib berganmiz mikrovolnovkasini, gaz plitasini, duxovkasini. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Mana bu eshiklari, mexanizmlar barchasi vakuumli. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerga gaz plitani joylashtirib berganmiz. Bu yerda vitichkasi bor. Undan keyin moyka joylashtirganmiz. Mana moykalarimizni ko'rishinglar mumkin. Hop, moykamizni past tarafiga musorning yashik joylaganmiz. Moykamizning yoniga esa idishlar yuvish uchun idish yuvadigan mashinani joylaganmiz. Hop, moykalarni yuvib idishlarni terish uchun mana bu yerga idish tergani sushilkani joylaganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu o'zi tortib olib olib chiqib ketadi. Hop. Bundan keyin xolodilnik joylaganmiz. Buni ustini ham bir yo'l o'rab, bundan keyin profildan oynalik qilib atrofini, ustilarini polnik o'rab yopib berganmiz. Profilning ichidan esa led chiroqlarimizni o'rnatganmiz. Bu yerda esa ish stoli, ya'ni ayollarimiz uchun ish stoli xamir yoyish mumkin, ish qilish mumkin. Shu stolda ham bir yo'li yasab ketganmiz mana. Ko'rishinglar mumkin. Bu o'rtasida baladon joylaganmiz. Agar bizni ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosing, kommentariy qoldiring, telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon nomerlarimizga bemalol telefon qilishinglar mumkin. Amor mío,